Yillik 30-35 milliard dollarlik investitsiya oqimi orqali mamlakatimizga zamonaviy texnologiyalar kirib kelyapti. Minglab yangi korxonalar tashkil etilmoqda. Bu esa har yili 250-300 mingdan ortiq yuqori daromadli ish o'rinlari yaratilishiga zamin bo'lmoqda. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi Turkiya investitsiyasi asosida qurilgan zamonaviy to'qimachilik korxonasi ham xalqaro hamkorlikning yorqin namunasi. Biz mamlakatimizdagi yirik to'qimachilik korxonalaridan biridamiz. Bu zamonaviy ishlab chiqarish majmuasi albatta davlatimiz rahbari tomonidan yaratilgan qulay investitsiya muhiti hamda qo'llab-quvvatlash choralari asosida turkiyalik investorlar tomonidan barpo etilgan. Bugun bu yerda 1100 nafarga yaqin yurtdoshlarimiz doimiy ish bilan ta'minlangan. Demak, minglab oilalar turmush tarzi va ularning barqaror daromadi aynan mana shu maskan bilan bog'liq. Korxonada har kuni 20-25 ming dona tayyor kiyim mahsulotlari ishlab chiqariladi. Bir oy davomida esa bu ko'rsatkich 700-750 ming donani tashkil etadi. İlk 2016'da 1 milyon dolardan başlayıp İlk marotaba 2016 yilda eksport hajmimiz 1 million dollardan boshlangan bo'lsa, 2024 yilga kelib u 26 million dollarga yetdi. Biz mahsulotlarimizni 4 davlatga eksport qilamiz. Fabrikamizda mato bo'yash va tayyor mahsulot ishlab chiqarish ishlari amalga oshiriladi. Mahsulotlarimiz 100% O'zbekistonda ishlab chiqarilgan markasi asosida eksport qilinadi. Biz investorlar uchun berilayotgan barcha imkoniyatlardan to'liq foydalanib kelyapmiz. Davlat tomonidan berilgan barcha imtiyoz va yordamlar, ayniqsa to'qimachilik sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun ayni muddao. Soliqlar qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha qaytariladigan mablag'lar, bularning barchasi shu imtiyozlar doirasida taqdim etiladi. Faoliyat olib borish uchun aynan O'zbekistonni tanlaganimizning ko'plab sabablari bor. Masalan, O'zbekistonda paxta yetishtirilishi, ip kalava ishlab chiqarishning va mahsulot sifatining yuqori darajada bo'lishi, bularning barchasi muhim omillardir. 6 gektar maydonda qurilgan mazkur korxonada ish jarayonlari to'liq avtomatlashtirilgan. Mahsulotning 100% eksportga yo'naltirilgan. Bu loyiha nafaqat iqtisodiy samara, balki yurtimiz brendini jahon bozoriga olib chiqish yo'lidagi muhim qadamdir. Faoliyatimni oddiy ishchilikdan boshlaganman. Ish bilmasdan kelib, harakat qildim hamma mashinalarni o'rganishga. Meni master qilib tayinladi. Avvalambor birinchi bitta masterga qarab, bitta bandga qaradim. Bitta qo'limga namunani olib, bitta modelni sifatli chiqarib, ishimni puxta bajarganim uchun meni loyiq ko'rishdi sex mudirligiga. Ayollarga bitta imkoniyat yaxshi. Ish bilmagan odamlarni chaqiramiz. Qo'lidan ushlab, noldan o'qituvchilarga o'xshab. Harf-harf, donama-dona o'zim kerak bo'lsa o'tirib o'rgataman. Bizga keladi parcha mahsulot. Biz uni san'at darajasigacha olib chiqamiz. Qo'shimchasiga